Assalomu alaykum hurmatli kimyogarlar. Demak, sizlar bilan quyidagi masalalarning yechimini ko'rib chiqsak. 54-masala. Magniy oksid va magniy nitrit aralashmasida azot atomlar soni kislorod atomlar sonidan 4 marta ko'p va magniy atomlar sonidan 1,5 molga kam bo'lsa, aralashmaning massasini grammda aniqlang. Aralashmaning massasini grammda aniqlang. Demak, magniy oksid, magniy nitrit miqdorini biz bilmaymiz, shuning uchun x va y deb oldim. Magniy oksidga x, magniy nitritga y. Hop, azotlar nitritda bor 2y, kislorod magniy oksidga bor x va magniy atomlari ikkalasida ham bor. Bunda bitta x, bunda 3 ta bo'lgani uchun 3y. Demak, magniyning umumiy soni x plus 3y. Hop, demak bizda aytayapti, azot atomlar soni kislorod atomlar sonidan 4 marta ko'p. Bu degani azot atomlar sonini kislorod atomlar soniga bo'lganimizda 4 kelib chiqadi degan. Azot atomlar soni bizda 2y, shuni kislorod atomlar soni x ga bo'lsak 4 kelib chiqadi deyapti. Shundan foydalanib x ni y ga bog'liqligini topib olamiz. 2y teng 4x ko'paysa 4x, y imiz teng 2x. Xo'p, ana endi biz davomida aytayapti, azot atomlar soni kislorod atomlar sonidan 4 marta ko'p va magniy atomlar sonidan 1,5 molga kam. Marta deganda bo'lingan nazarda tutilyapti. Kam degani demak, magniy atomlar sonidan azot atomlar sonini ayirganimizda 1,5 mol kelib chiqqan hisoblanadi. Demak, magniy atomlar sonimiz x plus 3y qasdishni oldim minus azot atomlar soni 2y ni ayirsak bizda 1,5 mol kelib chiqar ekan. Xo'p, mana shuni o'rniga mana y bor-ku, 3y. Demak, 3y bor bizda minus 2y. Ayirib tashlasak, y ni o'zi qoladi. Plus holatda, ya'ni x plus y teng 1,5 molga teng bo'lib qoladi. Shu y o'rniga mana yerda x bilan y ni bog'liqligi bor edi bizda. Y imiz 2x ga teng edi. Mana bu yerdagi y o'rniga 2x ni olib borib qo'yamiz. X plus 2x teng 1,5. Umumiy yig'sak 3x teng 1,5, x imiz 0,5. Y imiz esa 1 ga teng bo'lib qoladi. Xo'p, demak, magniy oksid va magniy nitritimizning miqdorlari kelib chiqdi. X deb magniy oksidni belgilagandik 0,5 miqdori, y deb magniy nitritga 1 mol. Massasini olib chiqsak, demak 20 gram bo'ladi magniy oksidimiz, magniy nitritimiz 1 moli 100 gram. Umumiy massasi 100 ga 20, 120 gram. Demak, to'g'ri javobimiz C javob bo'ladi.